Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari va guruhimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan ingliz tilidagi 34-darsimiz Present Perfect Negative ni o'tamiz. Lesson 34. Present Perfect Negative. Ya'ni hozirgi tugallangan zamon inkor shaklida. Present Perfect Negative. Lesson 34. Okay. Let's see. Qani ko'rib chiqamiz. Bugun biz demak negativni tushunib olamiz. Inkor shaklini birgalikda o'rganamiz. Demak, ishlatilish holati o'tgan darsimizda ko'rganimizdek, natijasi ko'rinib turgan, yaqinda sodir bo'lgan ish harakatlar uchun, yangiliklar uchun mutlaqo tugallangan, oldingi vaqtda boshlanib, hozirga kelib tugallangan ish harakatlar uchun va oldingi zamonda boshlanib, hozirga qadar davom etayotgan ish harakatlar uchun ishlatar edik. Xo'p, bugun negativ inkor shakli formulasini ko'rib chiqamiz. Inkor gap strukturasi. Inkor gap strukturasi. Xo'p, gapimiz ega bilan boshlanadi. Gapning egasi bilan. Ega inkor gap strukturasida have yoki has not bilan davom ettiriladi gap. Have yoki has not. Ega nisbatida biror bir ismni misol uchun nisbat qilib qo'yaman. Misol uchun Jessica. Ega nisbatida, ya'ni ish harakatini bajaruvchisi. Bir narsani esimizda saqlashimiz kerakki, faqat ega sifatida inson shaxsimiz, hayvon yoki narsa ham ishtirok etishi mumkin ega sifatida. Qachonki ish harakat shu narsa yoki hayvon tomonidan bajarilsa ham biz ega sifatida olishimiz mumkin. Undan keyin egani birlik ko'pligiga qarab have not yoki has not ishlatamiz. Have not, has not. Undan keyin fe'limiz to'g'ri shaklda bo'lsa ed oladi. Misol uchun finish fe'lini oladigan bo'lsak, tugatmoq degan ma'noni bildiradi. To'g'ri bo'lganligi uchun ed qo'shimchasini oladi. Ya'ni to'g'riligini noto'g'ri fe'llar jadvalda bo'lmaganligi uchun finish so'zi, to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun ed qo'shimchasi bilan 3-shaklga o'tadi. Noto'g'ri fe'llar ham bor. Misol uchun by ni oladigan bo'lsak, biz bout ga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi 3-shaxsda. Bu to'liq 3-formaga o'tadi. Ya'ni qavschiga verb 3 deb qo'yaman. Ya'ni 3-shakl degan ma'noni, fe'lning 3-shakli degan ma'noni bildiradi. Undan keyin mana fe'llarimizni 3-shakliga moslab yoki to'g'ri bo'lsa ed qo'shimchasini qo'shib yozganimizdan keyingina object, ya'ni to'ldiruvchiga o'tamiz. To'ldiruvchi joy va vaqt. Object place time. Mana shunaqa holatda gap tuzilib boriladi. Endi misollarda ko'rib chiqishimiz mumkin. Birlik holatda misol tuzib ko'rsataman. Betty birlikda bo'lganligi uchun inkor gaplarimizda, present perfectni inkor gaplarida has not. Ya'ni yaqindagina nimadir qilmagan. Has not. Betty has not. Cook fe'lini olamiz. Cook fe'li to'g'ri fe'l misol uchun. Chunki noto'g'ri fe'llar jadvalda yo'q cook fe'li. To'g'ri fe'l bo'lganligi uchun unga ed qo'shimchasini qo'shaman. 3-shaklga o'tkazdim. Ya'ni perfectga moslashtirdim fe'lni. Betty has not cooked pizza. Bu yerda endi pizza to'ldiruvchi vazifasini bajaryapti. Nimani degan ma'noda pizzani pishirdi. Bitta pizzani to'ldiruvchi bu yerda. Pizzani bo'lganligi uchun. Endi qayerda? At home, uyda. Mana place. Bu oldingi zamondagi gap strukturalariga ko'ra mana bu object, place, time har bir zamonda bir xil ketaveradi. Faqatgina mana bu yergacha ko'p o'zgarishlar bo'ladi. At home, uyda. Endi vaqti. Endi ishlasak bo'ladiki, mana buni vaqt iboralariga e'tibor beramiz. Ko'pincha mana bundan keyin ham qo'llaniladi. Time expressions qavsiga yozib qo'yaman shuning uchun. Time expression vaqt iboralari. Ko'p qo'llaniladi shuni nimasida ham. Unda present perfect zamonda oxiridamiz. Ko'proq vaqt iboralari shundan keyin ketadi. O'chirib qo'ydim uni.
Time expressionlar bir yodga olamiz. Bu yerda bizda already bor edi, allaqachon degan ma'noda bildirardi. Recently hozirgina, recently hozirgina degani just, bu ham hozirgina. Yet hali ham degani. Never hech qachon degani. Bunaqa vaqt ravishlarimiz bor edi. Buni yozib qo'yaman mayli. Eslatma sifatida. Bu ham hozirgina degan ma'noni bildiradi bizga. Eslatma sifatida yozib qo'yapman. Yet hali ham degan ma'noni bildiradi bizga. Hali ham. Hali ham. Never hech qachon. Hech qachon degan ma'noni bildirib beradi. Okay. Endi bu yerga biz mana bu yerda qo'yamiz dedik. Mana have not, has notdan keyin vaqt iborasini qo'yamiz dedik. Hozirgina pishirib bo'ldi degan ma'noni qo'shish uchun men recently degan vaqt iborasini qo'shishim kerak. Ya'ni harakat qachongina, hozirgina bajarib bo'ldi. O'zbek tilida Betty hozirgina pishirgan pizzani uyda. Shunaqa tarjima qilib o'rgansak tezroq ingliz tilida gap tartibini tushunamiz. Mana birinchi ega kelyapti. Vaqt nimasi? Pishirgan degan ma'noni, gan ma'nosini biz mana bu strukturadan olamiz. Has not yoki have not bilan fe'lning uchinchi shaklida. O'sha qilib bo'lingan ish harakatni bildiradi. Pizza, pizzani. Artikel bo'lganligi uchun e'tibor beramiz. Bu yerga bitta deb ham tarjimada qo'shsak bo'ladi. Bitta pizzani. Uyda. Okay. Yaxshi, bu birlik uchun gap namunasi edi, ko'plik uchun. Misol uchun Alex and Toby have not played basketball in the street yet. Bu gapga e'tibor beramiz. Alex va Toby o'ynamagan basketbolni ko'chada hali ham. Yet bizga inkor ma'nodagi vaqt iborasini beradi, hali ham degan ma'noda beradi bizga. Mana ko'rishimiz mumkin. Alex and Toby'ni tarjima qilinishiga e'tibor beramiz. Alex va Toby. Bu yerda and va degan ma'noni bizga to'g'ri tushirib beryapti va have not played deganda ikki kishi bo'lganligi uchun mana have not ishlatyapmiz. Have not played. Played o'zi aslida to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun, ya'ni noto'g'ri fe'llar jadvalda bo'lmagan fe'llar hammasi to'g'ri fe'l. Ularga it qo'shsak bo'ldi. It played basketbol to'ldiruvchi nimani deyapti bizga? Basketbolni. Mana ni qo'shimchasi bor so'zlar to'ldiruvchi hisoblanadi. Basketbolni qayerda? Plays uchun to'g'ri keladi bu. In the street, ko'chada. Yet bu vaqt iborasi. Time deb o'rgan. Hali ham. Endi shuni mana bunda ham has not o'rniga qisqartma shaklida bemalol hasn't ishlatsa bo'ladi. Yoki bunda ham have not o'rniga bemalol haven't ishlatsa bo'ladi. Mumkin. Haven't. Okay. Has not, haven't. Shunaqa. Xo'p, mana bunaqa kishilik olmoshlari bilan qanaqa ishlatiladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, I, we, you, theylar bilan, ya'ni men, biz, sizlar, ular bilan biz have ni ishlatamiz. Inkorda have not ishlatiladi. Undan keyin ketaveradi davom. Xuddi yuqoridagi strukturani ko'rsatganimdek. Yoki he, she, itlar bilan qanaqa ishlatamiz desak, ular bilan has not ketaveradi. Mana demak, bu olmoshlarimiz bilan biz gapni have not deb davom ettirar ekanmiz inkorida. He, she, it, u degan kishilik olmoshlar bilan has not deb davom etadi. Qolgan joyi yana kecha o'tgan darsimizda o'rgatgandek fe'lni shakllariga qarab, o'sha fe'lni shaklini yo'qlab olish kerak. Unga qarab gap tuzib ketilaveradi. Joyini, vaqtni, to'ldiruvchini qo'yib gap tuzaveramiz keyin. Xo'p, mana shular edi inkor shakli present perfect zamonida.
hozirgi tugallangan zamon. Buni yuboraman. Videoni onlayn mashqlar yuboraman. Bugun reading ham yuborishga harakat qilaman. Reading listening, speaking ham. Shularni harakat qilamiz ishlab yuborishga. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsgacha xayr. Rahmat.